Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun 16 aprel 2025-yil. Mana suv obityapmiz. Yo'llarni buzmasdan, acha asfaltni buzmasdan obityapmiz. Zapravkada suv kerak ekan. Acha asfaltni buzmasdan obityapmiz. Kanalizatsiya, suv, tok, gaz o'tkazish kerak bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Ekranlarimizga nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Hozir mana shu joyda teshib o'tadi. Ko'pchilik so'raydi, bu metrigami, nimasiga deb. Shu metri diametri katta kichikligiga o'tishiga hisob-kitob bo'ladi. Aş asfaltlarda, uylar tagidan burchotkalar bo'lib qoladi. Shu buzib bo'lmaydigan joy bo'lsa, bemalol telefon qilaverasizlar. Mana teshib o'tdi. Ash joydan teshib o'tdi. Ash basseyndan suv o'tar ekan.